Har bir bayramning o'z tarixi bo'ladi. Yoshlar kuni tarixini esa taqvim emas, mana shu uchrashuv boshlab bergan. Yurtimizda bayramlar ko'p, lekin yoshlarga bag'ishlangan alohida bayram yo'q. Bugun shu masalani ham hal qiladigan vaqt soati keldi desak to'g'ri bo'ladi. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi tashkil etilgan kuni 30-iyul sanasini mamlakatimizda Yoshlar kuni deb e'lon qilsak, nima deysizlar? Nima uchun yoshlar siyosati davlatlar uchun bu qadar muhim? Ochig'i hamma ham buni tushunmaydi. Sababi dunyoning ko'pchilik mamlakatlarida tan olish kerak, ayniqsa rivojlangan mamlakatlarda demografik pasayish kuzatilyapti. Bizda demografik o'sish. Buni to'g'ri anglagan prezidentimiz shunday imkoniyat yaratyaptilarki, agar biz vaqtida shu yoshlarga sarmoya kiritsak, uchta eng katta asosiy masalani oldinga qo'yaptilar. Bilim, kasb, texnologiya. Nima beradi bu? Bilimli avlod bo'lsa, kasbli avlod bo'lsa, texnologiyalarni tushunsa, inson kapitali karra-karrasiga O'zbekistonning farovonligiga xizmat qilishi mumkin.